Assalomu alaykum, hurmatli bekajonlar. Hammalaringiz yaxshimisizlar? Bugun sizlar bilan birgalikda uyimizda bor mahsulotlardan salat tayyorlaymiz. Buning uchun 4 dona tuxumni qaynatishga qo'ydim va yoniga ozroq go'sht ham idishchaga mana qaynatgani qo'yib qo'ydim va ular qaynab chiqqunga qadar boshqa mahsulotlarni to'g'rab, yuvib tayyorlab olamiz. Bizda bugun qo'ziqorin konserva, salat bargi, sir, bolgarskiy, chesnok, zelenlikdan ishlataman. Salat bargini idishga to'g'rab olganman. Endi mana ko'rganinglardek bolgarskiyni mana shunaqa shaklda to'g'rab oldim. Chiroyli qilib. Unaqa ko'p qo'shib yubormaymiz. Ta'mi o'zgarib ketishi mumkin salatimizni. Mana zelenli chesnokimizni ham mayda-maydalab to'g'rab oldim. Agar sizlarda bo'lsa, sarimsoq piyoz qo'shsanglar ham bo'ladi. Salatimiz juda ham ishtaha ochadigan, mazali bo'ladi sarimsoq piyoz bilan yanada. Qo'ziqorinimizni maydalab kesib solib oldim idishimizga. Qaranglar, idishga salat barg, makkajo'xori konserva, qo'ziqorin, zelen, bitta oq piyoz, xohlasanglar qizil piyoz solsanglar bo'ladi. Hammasini to'g'rab kesib oldim. Endi mana go'shtimiz qaynab pishib chiqdi. Uni maydalab to'g'rab olamiz. Kim xohlasa o'zini yoqtirgan shaklda to'g'rasa bo'ladi. Qo'linglar bilan maydalab chiqsalar ham bo'ladi. Men kesib oldim. Mana salatimizga qora murch soldim maydalanganidan. Boya aytganimdek tuxumimizni ham to'g'rab olganman. Hamma kadrlarni ololmadim. Suvni ozroq. Lekin aytib o'tyapman. Salatimizga mana uyda bor bo'lsa, sizlarda limon suvini ozroq qizdirib, o'simlik yog'ini yaxshilab qizdirib, salatimizni ustidan solamiz. Mana solib oldik. Mana tuz solamiz. Mana me'yorga qarab yana tuzlarini ko'rib tabga ko'ra solaverasizlar. Tuzlarni solib, mana soldik. Salatimizni aralashtiramiz. Piyoz ham soldik. Agar sizlarda bo'lsa, qizil piyoz solsanglar ham ranglari ham chiroyli chiqadi, salatbop bo'ladi. Piyoz ham solinglar. Menda yo'g'ida solmadim, lekin o'sha sarimsoq piyoz bilan salatimiz yanada ishtaha ochadigan, boya aytganimdek, juda ham mazali bo'ladi. To'yimli, foydali salat bo'ladi. Ko'ringlar, albatta. Qizlar, mana go'shtimizni yuvib qaynatgandik. Qaynagan suvni tashlab yubormadim. Bunga yosh bolasi borlar sho'rva qilib qo'ysanglar bo'ladi. Men bir dona piyoz, bir dona kartoshka solib, qaynagan go'shtimizni ozroq olib qoldim va qizimga qaynatma sho'rva tayyorladim. Hammangizga yoqimli ishtaha albatta tayyorlab ko'ringlar. Video yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'lishni unutmanglar.